Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar, O'zbekiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim futbol xabarlari bilan Zafar Bimironbek kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Yevropa chempioni Portugaliya terma jamoasi darvozaboni Rui Patricio professional faoliyatini yakunlashga qaror qildi. Bu haqida A-Bola xabar bermoqda. Patricio Portugaliya terma jamoasi safida 108 o'yin o'tkazib, 89 ta gol o'tkazgan va 53 ta uchrashuvda darvoza daxlsizligini saqlagan. Klub darajasida Patricio Portugaliyaning Sporting jamoasi, Angliyaning Wolverhampton, Italiyaning Roma va Atalanta klublari, shuningdek Birlashgan Arab Amirligining Al-Ain jamoalari sharafini himoya qilgan. Portugaliyalik darvozabon Millatlar Ligasi g'olibi, Yevropa chempionati va Konfederatsiyalar Kubogining bronza medali sohibi ham hisoblanadi. Roma safida esa Konferensiyalar Ligasi g'olibi bo'lgan. Demak, O'zbekiston terma jamoasi bilan Rui Patricio o'ynash nasib etmagan. Ajoyib va dahshatli xabar. Saudiya valiahd shahzodasi Barselonani juda katta summaga sotib olishga tayyor, deydi Chempionat Osiyo. Saudiya Arabistoni ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saudga tegishli kompaniya Barselonani sotib olish uchun pul to'lashga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Kompaniya 12 milliard yevro evaziga klubni sotib olmoqchi. Ular klubni qarzini to'lashga va pulni naqd ko'rinishda berishga tayyor. Muhammad bin Salmon Al Saud menga Barsani bering va men uni futbol tarixidagi eng yorqin galaktikaga aylantiraman degan iborasi bilan futbol olamida shov-shuvga aylandi. Benzema yana sobiq klubiga qaytishi mumkin. Matbuotda Karim Benzema Al-Ittihod bilan shartnomasini uzaytirgani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Bu haqidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deb yozadi Fuot Mercato. Manbaga ko'ra, Benzema Jidda klubi bilan shartnomasini uzaytirmagan. Qolaversa, 37 yoshli futbolchi hali klubdan mehnat shartnomasini uzaytirish bo'yicha rasmiy taklif olmagan. Karim Benzemaning erkin agent maqomini olish mumkinligi Lyon muxlislariga yulduz futbolchini klubga qaytishiga umid qilish imkonini beradi. Eslatib o'tamiz, Benzema 2022-yilda oltin to'pni qo'lga kiritgan edi. Al-Ittihod safida fransuz 74 ta o'yinda maydonga tushib, 49 ta gol urgan va 17 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Salohning Saudiyaga yo'l olishi haqidagi xabarlarga munosabat bildiradi Fabrizio Romano. Nufuzli insider Fabrizio Romano payshanba kuni YouTube'dagi kanalida yangi video taqdim etdi. Romanoning so'zlariga ko'ra, Saudiya Arabistoni vakillari Liverpool favoriti Muhammad Saloh bahordagi shartnomani 2027-yilning yarmigacha uzaytirgandan keyin ham unga qiziqish bildirgan. Shu bilan birga insiderning ta'kidlashicha, Salohning Saudiya Arabistoni klublaridan biriga o'tishi 33 yoshli futbolchining pozitsiyasi va uning Liverpooldagi vaziyatini rivojlanishiga bog'liq bo'ladi. Kuni kecha Muhammad Saloh Chempionlar Ligasi doirasidagi Interga qarshi o'yinni o'tkazib yubordi. Futbolchi jamoadagi o'z holatidan norozi bo'lgani uchun Italiyaga olib ketilmadi. Nufuzli transfer market portali Salohni hozirda 30 million yevroga baholamoqda. Qadrli do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat. Keyingi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.